Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 21-aprel 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 31 so'm 13 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2097 so'm 33 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,209,733 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,7% ga tushdi. Yevro 70 so'm 59 tiyinga tushdi. 1 yevro 14,263 so'm 72 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,423,372 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1,3% ga oshdi. Rossiya rubli 1 so'm 49 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 160 so'm 53 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 160,560 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 9,5% ga oshdi. Xitoy yuani 3 so'm 18 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1774 so'm 40 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,774,400 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,1% ga oshdi. Koreya voni 2 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 22 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8220 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0,5% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 90 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 75 Rossiya rubli 36 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7535 Rossiya rubli 87 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 9,3% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.